Muntazam uchburchakka tomoni m ga teng bo'lgan kvadrat chizilgan uchburchakning tomonini toping. Demak, uchburchagingiz muntazam bo'lgani uchun barcha burchagiga 60 gradusdan teng bo'ladi. Kvadratning qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgani uchun bu burchagimiz ham 60 gradusga teng. Bunisi ham 60 gradus. Bu m ga teng bo'lsa, demak kichik uchburchagimiz ham muntazam bo'lib, barcha tomonlari teng bo'ladi. Kvadratning burchagi 90 gradus, unga qo'shni bo'lgan burchak ham 90 gradus. Bu burchagimiz 30 gradusga teng. Xo'p, bu yerda x deb turib, kichik to'g'ri burchakli uchburchakdan kosinus 30 gradusimiz yopishgan katetni, ya'ni m ni hipotenuzamiz x ga nisbatan m taqsim x. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, m taqsim kosinus 30 gradusda qiymati ildiz 3 taqsim 2. 2 ildizda 3 taqsim 3 m ga teng dastlab. Hop, jami muntazam uchburchakning tomoni a deb belgilagan bo'lsak, a'imiz teng bo'lyapti m plus x, ya'ni m plus 2 ildizda 3 taqsim 3 m ga teng. Tenglik m ko'paygan. Umuman xaraj berib yuborsak, 3 plus 2 ildizda 3 taqsim 3. Demak, javob muntazam uchburchakning tomoni 2 ildizda 3 plus 3 taqsim 3 ko'paygan m ga teng ekan.